Bozorlarda 55 mingdan optim berilib turgan mana bunaqa mursko, jenskiy, detskiy, podrastkoy naskilarimizni biz 3900 so'mdan beryapmiz. Ulgurji optim narxlarda va sizga yana bitta shans apa. Muddatli to'lovga qilib beraman bularda hammasini. Bemalol 5,5 mingdan pachkasini uchirib sotsangiz bo'ladi. Undan tashqari sizga bitta pasport va bitta plastik bilan kelsangiz 10 milliongacha bo'lgan mahsulotni sizga shunday berib yuboramiz. 1 oy muddatga. Mana hozir kecha Nukusdan, Qoraqalpog'istondan bitta apamiz kelib 15 millionlik tovar oldilar, 5 million pul berdilar va 10 millionini nasiya qilib berdik 1 oy muddatga. Sizga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol Farg'ona viloyati Qo'qon shaharga kelib, bemalol olib ketishingiz mumkin. Ekranda nomerlar turibdi. Aloqaga chiqsaning, qizlarimiz batafsil ma'lumot berishadi. Xabaringiz bor, bozorlarda foyda topish juda qisqarib, kamayib ketdi. Biz hozir juda chiroyli dvoykalarni chiqarganmiz, 50-60 filli narsalarni 29 mingdan asl sklad narxida bemalol kelib foydalansangiz bo'ladi. Bularning narxlari juda arzon va sifati juda chiroyli narsalar. 0,5 yoshdan 6 yoshgacha dvoykalar bo'lib muddatli to'lovga ham kelib olib ketishingiz mumkin. Ana endi sizga imkoniyat. Misol mana Labubu mana dvoykalarni ham bitta o'yinchog'i 50-60 ming, bizda shuni tayyor kiyimi 29 ming so'm. Adresimiz Qo'qon shahar. Bitta pasport plastik bilan bemalol kelib 5 milliondan 10 milliongacha bosib ketsangiz bo'ladi. Ekranda nomerlar turibdi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir sizlarga eng katta sklatimizdan mana shapkalarni tayyorlab qo'yganmiz. Har bittasi pochkasida 100 ta 100 tadan qilib qo'yilgan. Mana umumiy hisobda bitta sklatimiz. Hozir zakotovka bo'lib turgan jarayonni ko'rsatamiz. Ketdik. Mana bular mana betartib bo'lib yotibdi. Mana o shapkalarimiz, mana ichi qalin, mana 25 minglik shapkalarimiz atiga hozir sketkada 13 ming so'mdan 1 oy muddatga nasiya savdoga qilib beramiz. Mana hammasi mana bu qayergadir ketyapti, bu qayerga bular hammasi o'g'il balaga ham, qiz balaga ham ketadigan narxi 13 ming so'mdan 1 oy muddatga bitta plastik pasport bilan kelsangiz bo'ldi. Agar mabodo kela olmayman deydigan bo'lsangiz, viloyatlar bo'yicha 12 ta viloyatga dastavkalarimiz ishlayapti. Bemalol azizlar, nechta kerak bo'lsa telefon qilinglar, albatta charchamanglar. Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlar, yaxshimisizlar? Mana shular hammasi optim ulgurji. Mana shular hammasi 7000 so'mdan. Kimga kerak bo'lsa zakaz beraverasizlar. Rasvetkalar juda ham serob. Pochkasida hammasi 10 ta qilib qo'yilgan. Mana rasvetkalar. Hammasi mutlaqo chiroyli modellar. Sifatli stillar mana bugun pochta ishlamagan holatda ham. Mana qoplarimiz ketyapti. Yunusobodga. Aka berib yubordim yukni, charchamay omadingiz bersin. Yana zakaz beraver. Qizig'i yo'q, yakshanba kunni farqi yo'q, chiqarib yuboramiz xuddi shu singari charchamaydi. Kimga qanaqadir zakazlar bo'lsa bemalol beraverasizlar, dastavka qilib kunni chiqarib beraveramiz. O'rtoqlar, assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? 15-noyabrga mana hozir natijalarimiz xudo xolasa pochtaga chiqarib yuborib turgan tovarlarimiz bular. Endi mana sekin bir boshdan uchiryapti. Kimdir bir qop paypoq, kimdir bir qop ichki kiyim, kimdir mana 3 qop, 4 qopdan naskilar zakaz bergan. Hammasini hozir pochtaga kelib bir boshdan chiqarib olib turgan jarayonimiz. O'rtoqlar, videoni davomini ko'rasizlar. O'rtoqlar, mana bugungi natijalarimiz Kogonga chiqib ketyapti, mana boshqa joylarga, umumiy hisobda Isuzilarga. Bizda hozir Qashqadaryoga, Dehqonobodga yana bitta yukimiz qolgan. Chiqarib yuboryapmiz. Barchaga omad. Kimga mana bunaqa ishonarli tovarlar chiqib ketadigan bo'lsa, bizga zakaz beringlar. Xudo xolasa mutlaqo dastavkalar qilib yetkazib chiqazib beramiz, xudo xolasa. Mana natijalar do'stlar, yarim kechasimi, kunduzimi biz mehnatdamiz, xudo xolasa. Qo'rqmasdan to'lovlar qilib zakaz beraveringlar, xudo xolasa. Kunda chislolar bilan aytib o'tyapmiz. 15-noyabrda ketib turgan yuklarimiz. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Mana shular hammasini sizlarga 1 oyga nasiya savdoga qilib beramiz. Bemalol nechta kerak bo'lsa bog'lanaverasizlar. Hammasi arzoni bo'lsa 17 ming so'mdan, qimmati bo'ladigan bo'lsa osmon narxi bas 21 mingdan. Bemalol olib 1 oy muddatda nasiya savdoga pulini bersaling bo'ladi. Bo'lib aloqaga chiqish uchun ekranda nomerlar bor, o'rtoqlar. Shu ustidagi dvoykachi o'g'lim 29 ming xolos ekan. Uni qarang nacha bo'lsa ekan. Ular o'chib ketmas ekan, mamlaqa ekan. Voy.
Mana shu sizdagi atiga 29 ming so'm o'g'lim. Sifat tekstilda nima mahsulotlar 1 oy muddatga nasiya savdoga beriladi? Qani bitta ko'rib chiqamiz, ketdik. وجدة مبلغي 05 yoshdan 70 yoshgacha ayollar va erkaklar uchun har xil kiyim-kechaklar bor. Turn like it's my turn like it's my turn like Hozir ko'rib turgan narsalar hammasi 1 oy muddatda halol nasiya savdoga beriladi. Bo'lib ham 12 ta viloyatdan kelib bemalol tovarlarni olib ketishingiz mumkin. Uni ustiga 1 million pul bilan kelsangiz 5 millionlik tovar olib ketaverasiz. 2 million pul bilan kelib 10 millionlik tovar olib ketaverasiz. Evaziga bitta pasport, bitta plastik bilan kelsangiz bo'ldi. Ekranda nomerlar turibdi. Bemalol aloqaga siz qizlarimiz sizga batafsil tushuntirishadi.